Assalomu alaykum. Qadri baland qadrdonlarim, boshlab olgan yangi kuningiz muborak bo'lsin. Har bir ezgu ishlaringizda Alloh yor va yordamchingiz bo'lsin. Qalbingiz iymonga, quvonchga, o'yingiz nurlarga, kuningiz xayrli, solih amallarga to'la bo'lsin. Xonadoningizni fayzu barakot tark etmasin. Tinglab borayotganingiz Telegram orqali dil izhorim loyihasi. Boshlovchingiz Maftuna Jo'rayeva. Insondan qoladigan yaxshilik mehr oqibat deyishadi. Qalbingizdagi yetkaza olmayotgan, ayta olmayotgan tabrik nomalarni, shirin so'zlarni yaqinlaringizning o'ziga emas, qalbiga yo'llab qo'yamiz. Biz esa jonli qo'ng'iroqlar loyihasini boshladik. Alo, assalomu alaykum. Ovozni ochmagan. Xosiyatxon onajon bilan bog'landikmi? Ha, Muqaddas opa, sizmi? Onajon, sog'misiz, salomatmisiz? Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Bezovta qilib qo'ymadimmi? Yo'q. Ayni daqiqalarda men sizga qadrligimga tabriklar loyihasidan qo'ng'iroq qilyapman. Loyiha boshlovchisi Maftuna Jo'rayeva bo'laman. Tavallud ayyom shukronali kun. Payg'ambarimizga ummat bo'lgan shodiyona ayyomingiz, 60 bahoringiz bilan chin qalbimdan muborakbod etaman onajon. Ilohim, rahmat. Qarshi olgan yangi yoshingiz sizga fayz-u barakatlar keltirsin onajon. Bugun tavallud ayyomingiz munosabati bilan bizning loyihamizga siz uchun bag'ishlangan mehr-muhabbatga limmolim to'lgan ajoyib bir dilnoma tabrik xat yetib kelgan onajon. Rahmat. Nima deb o'ylaysiz onajon? Ushbu dil izhorini sizni juda ham yaxshi ko'ruvchi, qadrlovchi, mehribon insonlardan kim yo'llayotgan bo'lishlari mumkin? Qalblaridagi jamiki ezgu tilaklarni siz tomon yo'llab qolganlar. Ha, Toshkentda o'qiyapti bitta qizim, Noilaxon. O'shanda Albatta onajon, albatta uzoqdan qolganlar hozir oldimda, hammasi Xudoga shukr. barcha yaqin, mehribon insonlaringizning mehr-e'tiborlariga arziysiz onajon. Bugun shukrona kunda barcha yaqinlar, qadrdonlar, oila a'zolaringiz, mehribon insonlaringiz nomidan sizni jondan ortiq yaxshi ko'rguvchi mehribon qizingiz Noilaxon tomonlaridan ushbu dil izhori yetib kelgan. Rahmat. Baxtlariga salomat bo'ling onajon. Umringiz uzoq bo'lsin. Sizlarga ham rahmat. Sog' bo'linglar, men yoshimga ham kirib bundan ham o'tib ketinglar, ilohim. Allohim onajon rahmat. Onajonim bo'ladilar, juda ham mehribon, ochiq ko'ngil, samimiy, duogo'y insonlar. Onajonimning kulgan yuzlari g'amni, kulgan ko'zlari aslo namni ko'rmasin. Baxtimizga dunyo turguncha tursinlar. Men onajonimni juda ham yaxshi ko'raman deya alohida dil so'zlarini ham ta'kidlab o'tganlar. Onajon, ijozat bersangiz, mehribon qizingizning siz tomon yo'llagan samimiy dil so'zlarini o'qib eshitirsam. Hop, qizim, rahmat. Minnatdorman onajon. Alloh rozi bo'lsin sizdan. Unda men boshladim. Duodasiz doim erta kech. G'ubori yo'q gulimsiz ona, qiyosingiz topilmaydi hech. Eng chiroyli gulimsiz ona, atirgulga parvolarim yo'q, qizg'aldoqqa navolarim yo'q, mehringizdek davolarim yo'q. Eng chiroyli gulimsiz ona. Assalomu alaykum mening mehribonim, gul rayhonim, mushtipar biyozorim, chiroyligim, yuzlari nurli farishtam onajonim. Sizni bugungi kun tavallud ayyom Allohimga banda habibimga ummat bo'lgan shukronali kuningiz bilan chin qalbimizdan muborakbod etamiz. Ilohim umringiz uzoq, tani joningiz sog' omon bo'lsin onajon. Yuragi oppoq qordek pokiza, kulgusi shams nuridek nurafshon, mehri ummondek cheksiz, qadri cheksizlikdan-da cheksiz bo'lgan ko'zlarim quvonchi, qaysar ko'nglimning ishonchi, jannatim onajonim. Allohim umringizni ziyoda qilsin. Yuzlar bilan yuzlashib yuring. Bugun biz sizga dunyodagi jamiki ezgu tilaklar, shirin so'zlar, go'zalliklar barchasini tilab qolamiz. Yuzlaringiz quyoshdek porlab tursin, ko'zlaringiz baxtlardan yonsin. Bizning kamolimizni, rohatimizni ko'rib faxrlanib yuring onajon. Men nimagaki erishgan va erishayotgan bo'lsam,
sizning ulkan mehringiz va duolaringiz sabab erishdim mehribonim. Barchasi uchun Allohim sizdan rozi bo'lsin onajonim. Baxtimizga sog' va salomat bo'lib yuring. Umringiz o'zingiz kabi go'zal va mehringiz kabi cheksiz bo'lsin mehri daryo onajonim. Alloh nasib aylasa hoji ona bo'lib bizni duolar qilib yurishlikni Allohim nasibi ro'z aylasin. Jannat gulim, hurlar ichra hurim onam, mehri cheksiz ummonim onajonim. Qalbim uzra qancha muhabbatim borki, har zarrasi sizga armog'on bo'lsin. Sizning borligingiz uchun, boringiz uchun rahmatlar aytaman onajon. Ba'zida hayotning pastu balandliklarida sizni ko'nglingizni og'ritib, bilib bilmay dilingizga ozor bergan bo'lsam, barchasi uchun meni kechiring onajon. Siz mening jannatimsiz. Sizsiz hayotimni tasavvur eta olmayman. Onajon, bugun men sizga bir muhim gapni aytmoqchiman. Sizni juda ham yaxshi ko'raman. Mening quyoshim, mehribonim, farishtam, jon kuyarim va mo'tabar onajonim. Siz dunyodagi eng yaxshi onasiz. Hamisha Allohim panohida bo'ling. O'zingizni biz uchun ehtiyot qiling onajon. Atsam ado bo'lmas ko'zlaridan ham, katta kitob bo'lar ko'nglining g'ami. Biz uchun umrining eng go'zal dami, bahori yodidan kechgan onam bor. Ulg'aydi eng sari kiyimlar kiyib, zo'r taomlardan totinib ko'rib, topgan tutganini qarshimga qo'yib, hatto non tididan kechgan onam bor. Hayot sinovlaring qiynaydi yomon, shoxday jonini asragin omon, butun bir umrini bag'ishlab qamon. O'zligidan kechgan onam bor, jannatim farishtam, mehribonim bor deya mana shunday ajoyib she'riy misralar va samimiy dil so'zlarini eng yaqin mehribon insoningiz qizingiz Noilaxon tomonlaridan qabul qilib olasiz onajon. Rahmat qizim. Yam bo'lmang, Xudoya qizimlar yuzlarga kelsin. Siz ham Xudoya sog' bo'ling. Meni qizimni nimasini menga yetkazganingiz uchun sog' bo'ling ilohim. Xudoya kam bo'lmang, ishingizni rivojini bersin. Rahmat onajon. Ilohim ana shunday baxtlarga, fayzlarga to'la kunlarni ko'pini ko'rib yuring. Yaqinlar, qadrdonlar ardog'ida bo'lishlik, mehr muhabbatiga sazovor bo'lib yurishlik baxti onajon bir umrga nasibi ro'z aylasin. Kimga nimani tilasang, o'zingga albatta qaytadi deyishadi. Men bugun sizga sog'lik, baxt, quvonch, omad, ezgulikni tiladim. Ayni dillarga, qalblarga yetib borguvchi chiroyli bir go'zal kuy qo'shiq esa bizga maktub yo'llagan sizni jondan ortiq yaxshi ko'rguvchi dunyolarga alishmas mehribon qizingiz tomonlaridan sovg'a tariqasida taqdim etiladi. Yana bir bor tavallud ayyomingiz qutlug' bo'lsin onajon. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat qizim, sog' bo'ling, siz ham sog' bo'ling. Rahmat onajon. Sizni ko'ring. Sizni ham qizlaringiz shunaqa bo'lsin, qizim. Rahmat. Allohim onajon, rahmat. Aytganingiz kelsin, tug'ilgan kunlarni yaxshi o'tkazib oling. Xo'p, qizim, darli rahmat. Sog' bo'ling. Rahmat onajon, sog' bo'ling. Parvona.com'da premyera. Yuzimga nur sochgan quyoshim onam, qalbimga dur sochgan quvonchim onam. Dard cheksam bolam deb boshimni silab, yonimda kulib keyin yig'lagan onam. To'ydim tashvishlardan, g'iybat mishmishlardan, yuring aylanamiz olib beray zo'r mollardan. To'ydim yolg'onlardan, soxta insonlardan, bor bo'lsangiz bas kechdim bu yolg'on dunyolardan.
rizqu farzand bo'lib sezolmadim. Bolamga men mehr berib sizdek ona bo'la olmadim. Qancha tikan bosib o'tgan izlaringiz bosolmadim ona. Sizdek bo'lolmadim ona. Kim yana kimdan uzar, oyog'ingni chalib uzar. Jim qaraysan atrofingga, do'sting kulib sendan uzar. O'rningizni bosolmaydi hech kim. Mehribonim onam. To'ydim tashvishlardan, ay shu ishratlardan. Yuring aylanamiz, olib beray zo'r mollardan. To'ydim yolg'onlardan, soxta insonlardan. Bor bo'lsangiz bas kechdim bu yolg'on dunyolardan. Parvona.com